Bugun Andijon viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan Andijon shahridagi Ishonch savdo markazida navbatdagi batafsil tekshiruv o'tkazildi. O'tkazilgan mazkur tekshiruvda qator yong'in chiqish xavfi yuqori bo'lgan nuqson va kamchiliklar aniqlandi. Jumladan, Ishonch savdo majmuasining maydoni 1200 kvadrat metr maydondan yuqoriligi, shuningdek, mahsulotlarni saqlash uchun ombori 900 metr kvadrat maydondan yuqori bo'lishiga qaramasdan, avtomatik yong'in o'chirish qurilmasi bilan umuman jihozlanmagan. Bundan tashqari, mazkur majmuadagi elektr sim va kabellar 1 yil davomida navbatdagi laboratoriya ko'rigidan o'tkazilmaganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, ushbu savdo majmuasiga bir vaqtning o'zida 70 nafardan ortiq ishchi xizmatchilar hamda 100 dan ortiq xaridorlar to'plangan vaqtda majmua rahbariyati tomonidan evakuatsiya sxemalari ishlab chiqilmaganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, mahsulotlarni saqlash omborini ham ko'zdan kechirganimizda bu yerda ham qator kamchiliklar aniqlandi. Ya'ni elektr sim va kabellarning tartibsiz holda joylashganligi, mahsulotlarning ham bir-biriga o'ta zich holatda, zarurat tug'ilganda ularni olib chiqish qiyin holatda joylashtirilgan. Mazkur majmuadagi shit va qalqonlar ham ko'zdan kechirildi. Ushbu qalqonlarning ichidagi birlamchi o'chirish vositalari ham to'liq ta'minlanmaganligi ma'lum bo'ldi. Yuqoridagi kamchiliklar bartaraf etilgunga qadar vaqtinchalik faoliyati to'liq to'xtatildi. Bunday tekshiruvlarning o'tkazilishidan asosiy maqsad fuqarolarimizning hayoti va sog'ligi, shuningdek, ularning mol-mulklarini sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli yong'in va baxtsiz hodisalarni oldini olishga xizmat qilib keladi. Hozir bayon tuzamiz.